qilamiz. Mahmudjon aka, aytingchi, ichki ishonchsizlik psixologik jihatdan qanday o'zi insonda namoyon bo'ladi? Ichki ishonchsizlikni oladigan bo'lsangiz, inson doimo biror ishni qilishdan oldin ikkilanish boshlanadi. Va biror narsa qilishdan oldin o'sha ikkilanganda o'ziga nisbatan harakat suslashib qoladi. Suslashadida va uning ketidan xohlaysizmi, xohlamaysizmi o'sha qo'rquv paydo bo'ladi. Shu ishni qilsammikin, qilmasammikin, nima bo'lar ekan, qanaqa bo'lar ekan? Ya'ni bu yerda tavakkalchilik o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Va qilayotgan ishini shunchalik vaqtga cho'zadiki, hali boshqa tilda aytganda, u toki bajarguncha kimdir uni bajarib bo'ladi. Chunki u insonda o'sha ishonchsizlik sifatida butun qilmoqchi bo'lgan yoki maqsadda bo'lgan hammasini orqaga qarab tortib oladi. Ya'ni qadam oldinga qo'yishga ishonch bo'lmaydi degan joy.